Yaqin kelajakda Quyosh shu darajada qizib ketdiki, Yerni toshqozonga aylantirib, barcha jonzotlarni yoqib yubordi. Tirik qolganlar esa soya joylarda yashaydi, yorug'likka chiqish esa o'lim bilan teng. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshlanishida oldin like bosib, obuna tugmasini ham bitta urib mazasini qochirib qo'ying, chunki bu qo'lingizdan keladi, ishonaman. Bosing obunani. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, kommentariyadagi havolaga o'ting. Yaqin kelajakda kuchli quyosh alangasi ozon qatlamini yo'q qildi va Yer sayyorasi xavfli sahroga aylandi. Soyadan tashqariga chiqqan har qanday tirik jonzot ultrabinafsha nurlaridan kuyib ketadigan ahvolga keldi. 15 yil o'tgandan so'ng Aziz ismli muhandis robot yordamchisi Jay bilan tirik qolish uchun oziq-ovqat izlamoqda. U maxsus himoya kostyumida yurardi. Atrof esa huvillab yotgan binolar va jasadlardan iborat. Topilmalarni olgach, u binoni belgilab qo'yadi va yuk mashinasida qum bosgan shahar orasidan yashash manziliga qaytdi. Kutilmaganda ulkan bo'ron yaqinlashadi va Aziz tezgina o'z yashaydigan yer osti laboratoriyasiga kirib oldi. U cho'miladi, hamma suv kiradigan teshiklarigacha tozalaydi, ammo nurlanish uni asta-sekin o'ldirmoqda. Uyga kirganda uni ko'ppayi olapari quvonch bilan kutib oladi. Erkakni bilmadim, lekin ko'ppak rosa ham xotinsirabdi, chunki robotga sabzisini ishqalayapti. Erkak oziq-ovqatni tejaydi, hatto bir dona shaftoli konservasini tug'ilgan kunim uchun yeyman deb olib qo'ygan. Uning asosiy maqsadi o'zidan keyin olaparni himoya qiladigan aqlli robot yaratish. Kitoblarni skanerlab robotning ongiga yuklaydi, ko'p o'tmay esa u robotni ishga tushiradi. Bir nechta narsani tuzatgandan so'ng u robotni ishga tushiradi va unga Aziza deb ism qo'ydi va Aziz unga muhim qoida sifatida mendan keyin olaparni himoya qilasan deb dasturlaydi. Shu payt elektr o'chadi va Aziz tashqariga chiqib shamol turbinasini tuzatgandan so'ng qaytib kirganda ob-havo stansiyasi bo'ron bilan birlashganini, qariyb 40 kun davom etadigan dahshatli super bo'ron kelayotganini bilib oldi va bu joyda qolishning iloji yo'q. Aziz nihoyat shaftoli konservasini ochib yeydi va xaritaga qaraydi va yagona najot g'arbga San-Fransiskoga yo'l olish ekanini tushunadi. Keyin Azizaning butun tanasini yakunlaydi va safarga tayyorlanadi. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Ma'lumotlar robotga to'liq yuklanmasa ham vaqt tugagani uchun Aziz Azizani ishga tushirdi. Robot oyoqqa turdi, yurishni o'rgandi va 1-2 yiqilib tezda moslashib ketdi. Erkak safarga kerak bo'ladigan hamma narsani, shu jumladan pochta kartochkalarini ham furgoniga joylaydi. Jayning ko'zi ko'rmasdan duch kelgan joyga kalla qo'yib yurgani uchun Aziz unga yangi ko'zlar o'rnatdi. Ular yo'lga chiqishadi, atrof esa butunlay qumli sahroga aylangan. Yo'lda Azizaning boshi ichida bo'sh detal borligi sezilib, kichik shaharchada to'xtab ta'mirlashmoqda. Keyin ular oziq-ovqat qidirishmoqda. Eski kinoteatrga duch kelishadi. Robot esa kuchi bilan eshikni sindirib ochdi. Ichkarida Aziza birinchi marta oynada o'z aksini ko'rib, men erkak robotman-ku, nimaga menga qiz bolaning ismi berilgan deb hayron bo'lyapti. Aziz esa topilgan popkorn paketini tashqarida ochib ko'rsatdi. Quyosh shunchalik kuchliki, donlar bir necha soniyada o'z-o'zidan popkornga aylanadi. Shu payt bo'ron yaqinlashmoqda. Ular furgonga qaytishadi, lekin bo'rondan qochib bo'lmasdi. Shuning uchun ular mashinani tros bilan mahkamlashga majbur bo'lishadi. Aziz kasal bo'lgani uchun Aziza ishni tugatdi va bo'ron kelganida arang ichkariga kirib oldi. Bo'ron mashinani qattiq larzaga soldi, xuddi dumalab ketadiganda, faqat Aziza ulagan oxirgi tros saqlanib qolgan. Bo'ron tugagach ular tashqariga chiqib, furgonning g'ildiragi yorilganini ko'rishdi. Robot mashinani damkratdek ko'tarib turadi. Aziz esa g'ildirakni almashtirdi. Bu robotga bekorga qiz bolaning ismini bermagan ekanmiz, chunki mana o'zingiz yaxshilab diqqat bilan qarang-da. Ertalab ular yo'lni davom ettirishmoqda. Aziza olaparni qo'lga o'rgatmoqchi, lekin Aziz unga ishonch vaqt bilan hosil bo'lishini tushuntiradi. Robot undan ishonch nima deb so'raydi. Erkak esa tushuntira olmagach, pashol deydi. Robot esa ha shu ekanda ishonch deb xotirasiga saqlab qo'ydi.
To'satdan Aziz kuchli yo'talishni boshlaydi va qon tupuradi va yo'l bo'yidagi restoranga kirdi. Bu paytda Olapar Aziza bilan sayr qilishni istamayapti. Shunda Azizning o'zi uni yetaklab oldi. Robotga esa furgonni qo'riqlashni buyuradi. Robot zerikkanidan ko'tiqchi furgonni haydashga urinib, tasodifan mashinaga borib urib oldi. Buni ko'rgan Aziz tashqariga chopdi. Olapar esa sal qolganda quyoshga chiqib jizg'anak bo'lardi, ammo so'nggi daqiqada erkak uni to'xtatib qoladi. Aziz qo'lini bir necha soniyaga quyoshda tutib, nurlar qanchalik xavfli ekanini ko'rsatdi va Azizaga jiddiyroq bo'lishini tushuntiradi va hamda unga eng muhim vazifasi Olaparni himoya qilish ekanini eslatadi. Odamlar bir-birini so'yib yotgan paytda itga shuncha mehr. Yo'lga qaytgach, robot jimib qoldi. Erkak esa unga xafa bo'lma, temir tersak deb mashina haydashni o'rgatdi. Avvaliga Aziza boshqa azizalar kabi mashinani qo'pol boshqaradi, lekin tezda o'rganib oladi. Kech bo'lgach, ular to'xtab, osmondagi yorqin shimoliy chiroqlarni tomosha qilishmoqda. Robot ular nima uchun tunlari yurmasliklarini so'raganda, erkak unga soyada yurgan och odamlar hujum qilishlari mumkinligini aytdi. Ertalab Olapar xurmoqda. Robot Azizning ahvolini ko'rganda, u qattiq qusib va titrab yotibdi. Aziza unga g'amxo'rlik qilib o'zi rulga o'tiradi va shahar topgandan so'ng Aziza J bilan oziq-ovqat izlashga chiqib ketadi. Ular kasalxonaga kirishadi. Aziza dori-darmon va issiq kiyimlarni, shu jumladan shkafdan foydali buyumlarni oladi. Pastda esa bechora J ovqat olayotganda ayiq uchun qo'yilgan tuzoqqa tushib, dabdalasi chiqdi. Aziz uyg'onib, robotlar yo'qligini sezadi va zaif holda bo'lsa ham ularni izlamoqda va Jeyni pachaq holatida topib, azob chekmasligi uchun o'chirib qo'ydi. Keyin yaqinlashayotgan sharpaga hujum qilmoqchi, ammo bu Aziza ekan. Aziz uni xuddi xotinini urishganday ehtiyotsizlikda ayblaydi va ular shoshilib binodan chiqib ketishadi. Furgonga kirib darhol harakatlanishadi. Ular bilmaydiki, ortlaridan mashina kuzatmoqda. Kech tushganda Aziz uni sezib qoladi. Aziza tunda ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgani uchun mashinalarning farasini o'chirdi, lekin mashina hamon ortda. Erkak yo'l bo'yida past ko'prikni ko'rib, furgonni o'sha yerga yashirmoqchi. Robot ogohlantirsa ham erkak o'z bilganidan qolmadi va mashina pastlikka sig'masdan tiqilib qoldi va quyosh panellari sinib ketadi. Oqibatda Aziza kuch bilan furgonni butunlay soyaga tortib yashiradi. Mashinadagi begonalar esa yonlaridan sezmasdan o'tib ketdi. Panellar yemirilgani uchun erkak umidsizlanmoqda. Endi San-Fransiskoga yetolmaymiz deb tushkunlikdan Azizaga yana baqiradi. Aziza esa dadasi urushmang deydi. Shundan keyin erkak boshidan o'tgan voqeani aytib beradi. Ma'lum bo'lishicha, u bir necha yil oldin supermarketdan faqat bir donagina lapsha topgan, ammo bir ona bilan qiz to'la arava bilan kirib kelgan. Qizning qo'lida qurol bo'lib, kimni ko'rsang otasan degan ko'rsatma bilan yurgan. Shu payt qurollangan telba kelib ularni talamoqchi bo'ladi. O'sha odam bir necha bor o'q uzib, ona bilan qizni o'ldiradi. Aziz esa qizning sumkasidan qo'rqib yotgan kichkina kuchukchani topdi va Olapar aynan o'sha kuchukcha edi. Ertasi kuni Aziza mashina haydab ketmoqda va xaritalar orasidan Azizga otasi yuborgan xatni topib oldi va birdan radioda endi quyosh xavfli emasligi e'lon qilinadi va mashinaga kapalak kelib qo'nadi. Aziz qo'lni quyoshga chiqarib ko'radi. Kuyish endi to'xtagan. Ularning atrofida kapalaklar va gullar paydo bo'la boshlaydi. Tabiat asta-sekin tiklanmoqda. Erkak buni nishonlash uchun chiroyli kostyumini kiyadi va quyosh ostida ular piknik qilishadi. Aziza undan xarita orqasidagi xatni so'raganda, Aziz otasi haqida gapirib beradi. Otasi uni tug'ilishdan oldin tark etgan, 15 yoshda esa birdan xat yuborgan. Erkak uchrashuv umidi bilan kostyum olgan, lekin shuncha yil o'tgan bo'lsa-da, otasi boshqa hech qachon xat yubormagan. Robot ular 18 soatdan keyin manzilga yetishini aytadi, ammo Aziz o'limi yaqinligini his qilmoqda va robotdan Olaparni asrashga qasam ishtirib oldi. Shu payt erkak holsizlanib yo'tala boshlaydi. U robotni quchoqlab xayrlashadi va furgonda vafot etdi. Aziza va Olapar esa uning jasadini yoqib, dafn marosimini o'tkazishadi. Avvaliga Aziza aza tutdi, lekin tez orada va'dasini eslab Olaparga g'amxo'rlik qilmoqda. Birinchi marta kuchuk to'pni robotga qaytaradi va ular nihoyat yaqinlashib olishadi.
San-Fransiskoga yetishgach, robot Azizga yodgorlik qo'ydi. Ko'prikda esa boshqa tirik qolganlarning xabarlari borligini ko'rib, ular tiriklarni topishga qaror qilishadi. Aziza xaritaga o'zini, kuchukni va Azizni suratini chizib, setkaga osadi va ko'ppak bilan yangi hayot sari yo'l oldi. Orangizda menga o'xshaganlar bormi? Qishda sovuq, yozda issiq yoqmaydi. Agar shunaqalar bo'lsa, qalban birgamiz. Film va video haqida o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha